Salom do'stlar, bugun men sizlar bilan Kaydirman. Bugungi videomizda ajdarlarni boqib olish videosini uchinchi qismini olamiz. Hozirgi qismda biz mana bu ikkita o'tgan qismda ikkala ajdarni boqib olib katta qilgandik. Endi bu qismda biz yangi ajdarlarni katta qilamiz. Masalan, bu ajdar, ya'ni kristal ajdari va mana bunaqa olov ajdari bor. Shularni katta qilishimiz kerak. Hozir bular aytgan narsalarni bersak, ko'rganinglardek bular katta bo'ladi. O'tgan qismni ko'rmagan bo'lsanglar, ko'rib qo'yinglar, keyin like bosib obuna bo'lish eslardan chiqmasin. Mana bu hozir tovuq go'sht so'rayapti. Bizda tovuq go'sht yo'q. Bo'ldi. Hozir shu yerda tovuq go'shtni qidirib bo'lganimdan so'ng videoni davom ettiraman. Mana tovuqni ham topib oldik. Endi bu tovuqni yo'q qilish kerak. Ana. Tovuq go'shtni endi unga beramiz. Ketdi, tovuq go'shtni unga beramiz. Yomg'ir ham joyda yog'yapti. Men yomon ko'rgan ob-havo shu yomg'ir. Shuning uchun yomg'irni shunchaki tindirib yuboramiz. Changing to clear weather. Bu nima so'rayapti endi? Sabzi so'rayapti ekan. Qanaqasida? Oddiyda. Mana senga sabzi, mana senga sabzi. Kerakmidi? Yana nima yeysan? Oldin bularda ham dedi. Voy dot. Bekar uribman. Katta bo'ldi. Voy. Urib o'rganimga meni ham bo'shib urish shartmi, ey? Dovdirlar. Qaytib biror narsani urib o'rman, ey. Shuncha katta qilmoqchi bo'lganim yo'q bo'ldi. Endi urib uni urib o'rsam meni ham qo'shib yoqishyapti. Nima so'raysan, ayt. Sen tezroq. So'raydi-ya bu itam. Nasıl tovuq. Bo'ldi. O'zimiz bosamiz. Bunaqa bizcha vahshiy emasmiz. Kasal kattarib o'yindan keyin yo'q qilamiz deb qolba. Xullas, yana tovuq qidiramiz. Tovuqni topgandan keyin esa videoda davom ettiramiz. Mana do'stlar, tovuqlarni ham topib oldik. Endi bularni chopamiz. Opa, yana kim qaydir yana bilmasdan urib yuborsam so'rab qolishsa, nima bor ekan? Senda ketaymi? Opa, nima bo'lmayapti seni? Bo'ldi. Qaradik. Ketdik. Qandaydir qilib shunday uchsa bo'lardi-da. Buni ham qonni to'ldirish kerak. Bu ham och. Hammasi och bo'lardi. Mana qanday so'rayapti. Buni qayerdan topaman? Men yeysammi? Urib o'ray dedim. Urganda o'zimni tashardi. Ana nima? Mayaqda ham bor ekan bitta kichkina bittasi. Ovoptimi o'zi bilan? Ha, bo'ldi, bu xitr u. Qaranglar. Ko'rsatamaslarga. Mo kallani sotadi 15 taga. Bu kallani yeyman deyapti. Biz boqib olishimiz uchun bundan sotib olishimiz kerak. Tushunarli, biznesda ham yorib yorishibdi. Biznesda yorib yoribsiz, sotuvchi. Yana sabzimi? Shu sabziga to'ymaydigan bola bo'pti-da bir. Bo'l. Temir bilan sabzini yurma. Qana temir deyapsan, oshqozoning qana hazm qilyapti? Bu katta yapti. Vo, ana! Qanaqa bu? Tezda bunga buni bunday qidirib yuboramiz. Endi sen ikkalang biznes qilganing uchun ko'rib ol, ko'zing kuysin. Men ham senikini katta qilib oldim, ko'zing kuysin, xo'pmi? Xullas. Meni katta ajdarxoyim qani? Katta ajdarxoyim yo'q. E'tibor bermayapman yo'qligiga. Voy jinni, qayoqqa tushib ketding? Katta ajdarxoyim mayaqda yuribdi. Ay. Uni yo'linglar qonim oshib ketdi meni. Qonim to'q ekan. Men narigini chiqarishga to'g'ri keladi. Hozir buni chiqarib oling.
Shu bundan hozir urveraman bitam teni. Bilmasdan. Qana chiqamiz endi biz. Sen ham mayga tiqilib olibsan, jinniga o'xshab. Qana chiqamiz bu yerdan. Böyle düşüp kavlab chiqaysam, kavlayotganda oy. Qana uchardi bu, uchiramiz. Adashmasam menimda opposi uchish kerak edi bu. Jinni qayerga ketadi, mol. Bu jinni qayoqqadir men qarab ketyapti. Innomagan sari. Yurmayapti. Hammasini shu yerga tiqilib olib chiqisholmay o'tiradi. Bitta tashlasa hammasi yopishib ketar ekan. Men oqqan chiqib urvorim adash. Voy jinni. Voy jinni. Bo'l, hol joyiga o'tib olib, bu yerga suv kirgizish kerak. Suv kirganda bular uchadi. Hali lazım esa ko'rsam uchishni. Ajdarho urvoray dedim. Qaranglar uchishni ko'rsam. Qaranglar suv kirdi, men uchishni boshlaydi bular. Qaranglar ko'rsam esa. Qaranglar. Ana uchishni ko'rdinglarmi? Suv kirganda bular uchishni boshlaydi. Ha, o'l keraksin, olib chiqibman. Ana katta buzu qolib ketdi yana. Tepaga chiqamiz, makta. Senga yana yo'l ochib. Mana senga suv. Ha. Shu o'l iflos. Shunchalik katta joyga ham sig'maysanmi? Suv yetmayapti unga. Даже menga unga yetmaganini qara. Davay 3. Ha. Chiqdik. Endi hammasi o'z yonimga teleport qiladi. Xullas, do'stlar, buni chiqarib oldik. Ko'rganlaringizdek do'stlar, bu qismda amoni katta qildik. Xuddi shunaqa ishlar qildik. Bo'pti do'stlar, ko'rishguncha xayr deb qolaman. Ko'rganlaringizdek ajdarholarimiz 3 ta bo'ldi. Xudo xolasa keyingi qismda mana bu ikkala ajdarhoyimizni katta qilamiz va yangi olovli ajdarhoni boqib olamiz.